Assalamu alaykum hörmətli qarindaşlar. YouTube kanalımıznınki Turmuş Bilimleri səhifəsiga xoş gəldinglar. Biz bugün intayın muhim bo'lgan bir temani olib keldik. Ya'ni Inburxron examen, yani puxralashish imtihani deb bu tema mush Gollandiyada panolik tilagan, Gollandiyada yashashni xohlagan har qanday bir Uyg'ur uchun bek muhim bir tema. Şu etrafımızda muş doğrusunda məsləhət sorğan qarindaşlarning məsləhətidən ilk muşu puxralış imtahan doğrusudamı ilk bir toluq bir düşüncəyə ega bolamğanlıq səbəbidən şunu bu temini sizlər bilan ortaqlaşını xalab qaldıq. Əməliyyatda bu puxralış imtahanı Gollandiyada dəstləbdə öy çıxıb sizlərə məsul şəhərlik hökumətinin məsul adamı sizlərni çağırğandan keyin hazır biz sözmək yoğun məzmunlarını əsli təfsili düşündürətdi. Lakin ətrafdakı məsələ sorğan qarindaşlarning sualı qarasam bu to'g'risida yenilamilqi aniq bir tushuncha yo'qdek his qilib qolganligim uchun ham bu bek muhim bir tema bo'lganligi uchun shunga bu suhbatimizda mush tema to'g'ri so'zlashimiz. Bu suhbatni yana ikki qismga bo'ldik. Birinchi qismda shu puxralish imtihonining qanday imtihon, qanday liniyalari var, nimalardan imtihon oldi, shularni so'zlagankan, ikkinchi qismida bu imtihonga tayyorlik qilishdagi ba'zi bir taklif fikrlarimizni, hamda qaysi liniyani tanlashimiz kerak, cho'qim xizmat qilishim kerakmi, xizmat qilgan bo'lmasa qanday qilaman degandek mushta savollarga uni ikkinchi qismida o'zimizningki taklif fikrimizni sizlarga o'rtoqlashimiz. Misol bilan bu puxralish imtihoniga kelaylik. Yani bu puxralashish Inburxron, yani Inburxron degan bu gapni biz puxralish deb tarjima qildik. Yani puxralish degan zot nima degan gap degan vaqtda, yani bu Gollandiya hukumatiningki mushu Gollandiyaga kelib panohlik tilagan va yoki Gollandiyada yashashni xohlagan puxralar uchun, yani Yevropa ittifoqidagi bir davlatdan kelgan bo'lsa, ularga nisbatan bunda puxralish tuzumi yo'q. Lekin Yevropa ittifoqining sirtidagi har qanday bir davlatdan kelgan və ya ki Gollandiyada panolik tilagan puxralar uchun bir xil alayida tuzib chiqqan bir qonuni bo'lib, yani puxralashish degan vaqtda shu Golland tilini o'rganish, Gollandiya jamiyati va xizmat bozorini tushunib, bu davlatda o'zining jinni o'zi baqalaydigan holga yetishni tashabbus qiladigan bir xil qonun. Puxralashish degan shu qisqacha yig'inchoqlasak, faqat mushunlarni bildirdi. Endi bu puxralashish qonuni, bu puxralashish loyihasi kimlar uchun degan vaqtda, agarda siz uzun vaqt Gollandiyada yashash uchun kelgan bo'lsangiz, Yevropa ittifoqining sirtidagi bir davlatdan kelgan bo'lsangiz, ana yashingiz 16 yoshdan 67 yoshgacha oralig'ida bo'lsa, ham Gollandiyada turishlik ruxsatingiz bo'lsa. Yani bu 4 shart sizda bor bo'lsa, yani Gollandiyaga mayli qanday yashash uchun qanday maqsadda kelgan bo'ling, panolik tilab kelgan bo'ling va yoki xizmat qilib kelgan bo'ling va yoki o'qib kelgan bo'ling. Yani bu 4 shartlarning birasi sizda hozirlangan bo'lsa, siz Gollandiyada keyincha Gollandiya puxralikni iltimos qilishni xohlasangiz, o chaqda shu puxralashish qonuni bo'yicha puxralashish loyihasiga qatnashishingiz shart. Endi bu puxralish loyihasiga qanchalik vaqt berilgan degan vaqtda biz hozir sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan bu qonun 2021-yildan boshlab Gollandiyaga kelganlar uchun, shunga uningdan burun Gollandiyaga kelganlar uchun buningdan boshqacha qonunchu. Uni so'zlamadik, chunki 2021-yildan burun Gollandiyaga kelganlar hozir Golland tilini o'rganib bu jihatdagi uchurlarni to'rdan topqidek holga keldinglar deb o'ylaymiz. Shunga biz hozir so'zlayotgan bu qonun tuzumlar faqat va faqat 2021-yildan keyin Gollandiyaga kelganlar uchun. Ya'ni bu puxralashish loyihasi odatda siz uyingiz chiqib, butun ishlaringizni bir qilib bo'lgandan keyin o'zingiz turishlik shaharlik hukumatdan sizga maxsus shu puxralish loyihasi jarayonida mas'ul bo'lgan bir odam o'rlashtirib turdi. O mas'ul xodim sizni chaqirib bir qitim siz bilan tafsili tunish suhbat olib bordi. Bu tunish suhbatida sizning kimligingiz, o'qish tarixingiz, xizmat tarixingiz, Gollandiyadagi planingiz, arzu armonlaringiz bularning hammani bir aqor so'zlashib chiqqandan keyin ondan sizningki aqli iqtidoringizni sinaydigan kichik bir imtihon oladi.
Şu imtihandan keyin andın sizning ahvolingizga mos kelgan bir shaxsiy puxralashish va uzilish plani tuzib chiqadi. Mush plan tuzib chiqqan kundan boshlab sizga shu puxralashish loyihasini tamomlash uchun 3 yil vaqt berildi. Ya'ni qisqasi bu plan hamma odamninki o'qish xizmat tarixiga asosan har xil shaklda bo'lishi mumkin, lekin hammalarga o'rtaq bo'lgan bir nuqta, buni tamomlash uchun 3 yil vaqt berildi. Endi qandaq plan tuzib chiqildi degan vaqtda bu puxralish qonunininki Gollandiyada 3 o'qish liniyasi bor. Ya'ni boya degandek, shu sizga mas'ul xodim siz bilan sizning o'qish xizmat tarixingizni butun sizdan so'zlashib chiqqandan keyin, imtihon bo'lgandan keyin ondan sizga mush 3 o'qish liniyasidan birini tavsiya qildi. Birinchi liniya B-in route, ya'ni B1 liniyasi. Ya'ni bu liniyaning eng oxirgi maqsadi tilning saviyasini B1 saviyaga yetkazish. Bu liniya til o'rganish bilan xizmat birlashtirilgan o'qish liniyasi. Ya'ni 3 yil ichida siz golland tilini cho'qim B1 saviyada egallashingiz kerak. Buning uchun shaharlik hukumat sizni bir maktablarga o'rlashtirdi. Ondan yana sizning bu saviyani qilgan vaqtingizda 800 soat maktabda o'qish, 800 soat ishlash degan sharti bor. Çünkü bu işleş belki halisane hizmet bo'lishi mumkin. Yani halisane hizmet degan vaqtda hech qanday maaş almasdan ishlaydigan xizmat va yoki maoshli xizmat bo'lishi mumkin. Lekin siz bu 3 yil jarayonida shu 800 soat maktab ko'rib til o'rganish va 800 soat ishlashdan iborat bu ikki shartning har ikkilisini o'rindishingiz kerak. 3 yildan keyin sizning til saviyangizda B1 saviyada sizdan imtihon ilindi. Bu birinchi liniya. Hem de ikinci liniya, bunu Onderwijs route, yani ma'rif liniyasi deb ataymiz. Bu liniya maxsus yoshlar uchun, yani yaşı 30'dan töven yoki yaşı 30'dan yuqori bo'lsa-mu, o'zi kelgan davlatda yuqori ma'rif tarbiyasi olganlar. Masalan, yuqori ma'rif tarbiyasi olganlar degan vaqtda maxsus universitetlarda o'qiganlar. Masalan, bakalavrlik va yoki magistrlik, doktorlik unvoni olganlar, masalan, doktor, advokat deymiz. Ondan Gollandiyada ham o'zining shu kasbini davomlashtirib qilishni xohlaydiganlar yoki Gollandiyada maxsus bir oliy maktab, universitetlarda o'qish orzusi, iqtidori bor kishilar uchun bo'lib, siz bu liniyaga tanlangandan keyin maxsus universitetlarning til o'rganish tayyorlik sinflarida 1,5 yildan 2 yilgacha o'qish orqali ham golland tili o'rganasiz, ham Gollandiya ma'rif bilan yaqindan tanishib chiqasiz, ham yuqori maktablarga tayyorlik qilasiz. Ya'ni bu liniyada siz faqat golland tili o'rganib qolmay, balki yana ingliz tili, matematika degandek universal fanlarni va tanlagan kasbingizga asosan fizika, ximiya, biologiya, tarix, iqtisod degandek fanlarni o'rganasiz. Ya'ni bu liniya maxsus Gollandiyada bir kasbda o'qishni xohlaganlar uchun tavsiya qilgan bir yaxshi liniya. Yana bu ma'rif liniyasiga tanlanganlar yana maxsus sxakul yar deb, yani sxakul yar degan xuddi bizning vatandagi tayyorlik sinfi o'xshaydi. Xuddi masalan biz kichkimizda Uyg'ur maktabda o'qigan bolalar agar ichkariga borib o'qib qolib qolsak, 2 yil tayyorlik sinfida o'qiydik-ku. O'sha tayyorlik sinfida xamis tili o'rganatdik, ingliz tili o'rganatdik degandek. Matematika boshqa fanlarimiz bo'ladi. Dal shuni o'xshasanglar bo'ldi. Buni Gollandiyada hozir islam shu jadvalda ko'rgan maktablar maxsus shunda tayyorlik sinflari bilan ta'minlaydigan o'qitish o'rinlari. Masalan, Groningen'da, Alfa Kolleja, Utrecht'da, Boswil Beta Kolleja, Den Haag'da, Haagse Hogeschool, Zwolleda, Leiden, Utrecht, Amsterdam'da hamma yerda bor. Ya'ni buni hamma shaharda yo'q, lekin cho'ng shaharlarning hammasida bor. Shunga buni o'zinglarga eng yaqin shahardan tanlasanglar bo'ldi, agar shu ma'rif liniyasiga tanlangandan keyin. Hem de 3. liniya zalif retsam haydis ruti deydi, yani mustaqil yashash iqtidorini yetildirish liniyasi deb. Bu liniya yuqoridagi 2 liniya bo'yicha puxralish loyihasini tamomlash qiyin keladiganlar uchun bo'lib, ya'ni masalan yosh sababidan yoki masalan azaldan maktabda o'qib boqmagan insonlar uchun
Endi golland tilini yat bir tilni bir saviyada o'rganishni talab qilish bu bek tez ishchu. Şu masalan siz o'zingiz kelgan davlatda qat'iy maktabda o'qib boqmagan, savadsiz birisi bo'lsangiz va yoki o'qigan bo'lsangizmi faqat boshlang'ich maktabgacha bitgan bunday ahvolda bo'lsangiz va yoki bir kasallik sababidan, sog'lomlik sababidan unda golland tilini bir saviyada o'rganish siz uchun bek tez ish bo'lsa, unda ahvol ostida u chaqda hukumat sizni shu mustaqil yashash iqtidorini yetildirish liniyasiga shu liniyaga taklif qildi. U vaqtda siz golland til saviyasi, bu liniyaning golland til saviyasi tövrek bo'ldi. Oddiyroq usulda sizning Gollandiya jamiyatiga moslashishingizni yetaklash olib boradi. Ya'ni bu liniya asosli shunga yoshli cho'nglar va yoki har xil sabablar tufaylidan til o'rganishda alohida qiynaladigan odamlarga mos keldi. Yani bayağı qısqası 3 liniya, yani şu günkü söhbətə əsasən sizlərni 3 liniyanın birisiga təklif burdu, 3 liniyanın birisiga qatnashishni. Endi bundan başqa yana o 3 liniyadan başqa 3 liniya üçün ortaq bo'lgan puhralish loyihasidagi boshqa shartlar bor. Yani 3 xil shart. Shularni bir-birlab ko'rib chiqamiz. Birinchisi KNM. Yani KNM degan Keynes van Nederlandse Maatschappij deganning qisqartirilmasi, yani Gollandiya jamiyati haqida tushuncha deb. Yani buningda maxsus bularning mush to'g'risida bir kitobi bor. Shu kitobni sizlarga o'tish orqali Gollandiyaninki urf odati, tarixi, qimmat qarashi, ma'rif, sog'lomlik sistemasi, iqtisod sistemasi, xizmat sistemasi to'g'risida sizlarga tafsiliy uchur beradi. Ondan keyin 45 minutlik bir imtihan aladi. Şu imtihandan o'tib ketsanglar, bu turni o'rindagan bo'lsa, yana bu tur mayli siz boyaki 3 liniyaninki qaysi tanlangan bo'ling, bu cho'qim o'rindashingiz shart bo'lgan bir tur. Yani bu 45 minutlik imtihan har xil videolardan tarkib topgan, videodan keyin har xil savol javoblar bor. Siz uni anglab tushungandan keyin o'rganganlaringiz asosan tanlaysiz. Ikkinchi tur Participatsiya Verklaringsprojekt, yani ishtirok qilish bayonoti deb, bu bir xil tarbiyalash xarakterdagi leksiyalar. Yani balkim 2-3 kun, balkim bir hafta atrofda sizdagi bir tarbiyalash o'rlashtirdi. Bu tarbiyalashlarga har vaqt tarjimon taklif qilib turdi va yoki boshqa tillarni bilsangiz shu tildagi tarjimonlarni taklif qilib turdi. Yani bu tarbiyalashda sizga Gollandiyaninki qonuniy məcburiyyətləri, qimmat qarashları, yəni Gollandiyaning urf odati, xizmat, ma'rif shular tunishtirilgan bir yurish leksiyalarni o'rlashtirdi. Siz buningga qatnashgandan keyin buningda alohida bir imtihon yo'q. Birib qatnashsangizlar sizning qo'lingizga bir isbot chiqarib beradi. Yani bu ham shu puhralashish loyihasini tamomlash uchun cho'qim qatnashishingiz zarur bo'lgan turning birisi. Ondan oxirgisi modul Arbeitsmarkt and Participatsiya deydi. Yani bu faqat yani B1 ruti bilan Z ruti, yani o'z mustaqil yashash iqtidorini yetildirish liniyasi. Mush ikki liniyasini tanlagan insonlar uchun, yani ma'rif liniyasini tanlaganlarning buningga qatnashishining hojati yo'q. Yani bu xizmat bozori va xizmatga qatnash tarbiyalashi, bu ham bir yurish leksiyalardan tarkib topgan, bir yurish tarbiyalashlardan, yani 8 xil. Yani Gollandiyadagi har xil kasblar, sizga Gollandiyadagi butun kasblarni tanishtirib, ba'zi kasblarni xizmat o'rniga olib borib amaliy ko'rsatishi mumkin. Ondan sizga real bo'lgan bir xizmat kartinasini tanishtirdi, andan xizmat fursati, andan xizmat qilish uchun qanday kasbiy iqtidorlarni yetildirish kerak, andan xizmat qilguvchining qanday iqtidorlari bo'lishi kerak, andan xizmat tepish uchun qanday xizmat topamiz, yani tor aloqasi, andan xizmat madaniyati, yani xizmatni qanday izlaymiz, yani mushlar to'g'risida bir yurish leksiyalarni o'rlashtirish orqali sizni Gollandiyaning xizmat bozori haqida uchur berib, xizmatga qatnashish jihatda tarbiyalaydi. Bu tarbiyalash ham shaharlik hukumat tarafidan o'rlashtirildi. Bu tarbiyalash odatda bir siz til o'rganib bir yarim yil, bir yil bo'lgandan keyin sal bir golland tilini tushungandek bo'lganda ondan o'rlashtirildi. Yani qisqasi
Bu inburxirang degan yig'inchoqlasa, xulosalasam gapimni, inburxirang degan puxrolashish degan bu tür. Baya avvalan 3 liniya, 3 liniyadan birini sizga mas'ul odam 3 liniyadan birini sizga tavsiya qiladi. Sizningki o'qish xizmat tarixingizga asosan. Ondan ma 3 tür mayli siz qaysi liniyani tanlagan bo'ling, cho'qim hamma odamga o'rtaq bo'lgan turlar. Yani qısqası puxralish degan mushuni o'z ichiga oldi. Ondan til imtihonlari, yani masalan siz B1 liniyaga tanlangan bo'lsangiz, u chaqda golland tilini B1 saviyada imtihon o'tishingiz kerak dedik-ku. Yani bu imtihon 4 xil shaklda, yani anglash, o'qish. Yani bu yerda qisqachalam shu birga imtihonlarni qisqachalam bir jadvalda ko'rsatib qo'ydik. Yani masalan A2 saviyada siz kanem, onu bəgəndən başqa yana lesen, lausten, spreken, schrijven, anglash, o'qish, yozishni A2 səviyyədə, ondan B1, B2 həmməsindən ayrım-ayrım imtahanlar var. Yəni qısqası puxralish to'g'risida so'zlaydiganimiz mushunchalik. Ham ikkinchi qism videomizda inshaalloh unda bo'lsa 3 liniya bor ekan. Buningdan qaysini tanlashim kerak? Ondan bir xizmat qilish masalasida degandek hozirgacha bizden köp so'ralgan ba'zi savollarga shu ikkinchi qism videomizda javob beramiz. Anglag'ininglarga rahmat. Keyin qitimliq videomizni ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar.